Yo'q, Xo'jaonalar dam oladiga soat 9dan keyin. Shohjahon Ergashev va Durdona Qurbonova jonli efirda muloqot qilishdi. Soat umr bo'lyapti, ko'chada yuribsiz. Iya? Nima bor ekan endi? Durdona Qurbonova esa bunga javoban chiroyli javob qaytardi. Yevropani ko'rib kelaylik borib. Как раз vizam bor. O'rmonga o'tim bilan Yevropaga o'rtoq bilan boradim. Xudojon. Efir davomida Shohjahon Ergashev Yevropaga, yo xotiningga gapirdimmi yo sening bilan gaplashyapmanmi, nima meni yomon ko'rasanlar va xuy mana sanlarga bilan. jonli efir juda ham qiziqarli va maroqli o'tdi. Bundan tashqari Shohjahon Ergashevga nisbatan negativ fikrlar ham juda ham ko'p ekan. Yo'q, hayotimning eng lazzatli paytlarini uxlab o'tkazib olish niyatim yo'q. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Soat umr bo'lyapti, ko'chada yuribsiz. Iya? Nima bor ekan endi? Ani kuni Cityda nechida yurdik? Yo'q, Xo'jaonalar dam oladiga soat 9dan keyin. Endi siz voqili uxlaysiz, voqili turasiz. Biz ham voqili turamiz, lekin kecha ham yuramiz. Qaysi payt uxlaysizmi? Men deyarli oxirgi payt uxlamayapman. 2 soat, 1 soat. Yo'q, hayotimning eng lazzatli paytlarini uxlab o'tkazib olish niyatim yo'q. Unda biz ham uyquda o'tkazib olibmiz ham, bo'lmasa. O'shaning uchun uxlamay, hali ham kecha emas. Hayotingizning eng zo'r paytlarini uxlab o'tkazib Tinchmisiz? Nima gaplar? Nima yaxshi gaplar? So'msiz? Va rahmat. Переговорdan chiqib, endi mana ujin qilgan keldi soat 11da. Endi 11da uzun qilsangiz turda uxlaysiz, talab qiling. 6da ham uxlashim mumkin balkim. Men shuni aytaman. Endi ovqat bu hazm bo'lguncha vaqt ketadi. O'sha kuni ham uyda borganmiz, 12da ovqatlandik-ku. Ha, endi men har shunaqa bir yilda bir marta rejimlarni buzib turaman-da. Siz charchamayapsizmi? Alda xudoga shukr, uyda damni olib endi nimaga? Trenirovkalar boshlaymiz o'sha yaqinda. Ketish kerak, bir aylanib kelaymi, boshqa davlatga chiqib, zerikdi O'zbekistonda odam. Qayoqqa ketmoqchisiz shu ketishda? Plan qilib turdim, bilmadim endi bir Yevropani ko'rib kelaylik borib. Как раз vizam bor. Oy, Multi 1 yillik. o'rmonga o'tim bilan Yevropaga o'rtoq bilan boradim. Xudojon. Yevropaga o'zingiz boradi-da. Yo'q, rostdan nima qilasiz? Borsangiz bo'ladi, lekin olib ketaymi, men olib kelasizmi? Yevropaga mana rosa borgim kelmoqda. Kompaniya yig'ilinglar, boringlar, o'rtoqlar ko'pchiliklar, hamma Yig'ish kerak. Qiziq o'tga hammani ham vizasi bo'lmaydi-da, viza olish kerak. O'zi chortliging shu yerdan ma'lum-ku, shunaqa yozadiganlar. Nomeringni yozsa, nomeringni yozolmaysan. Onadan so'kinasan, boshqa narsadan gapirasan. Nomeringni yozsa yoza olmaysanlar. Sanlarda duh bormi? Prosta meni nimamga to'g'ri kelmayapti-da, o'zimni prirodamga to'g'ri kelmayapti. Endi qonun bor. Men qonunga bo'ysunib, qonunning oldida yashaydigan odamman. Bo'lmasa o'zim bilardim, agar qonunga bo'ysunmaganimda olib kelib turib, onadan so'kinyapsan, boshqa narsadan so'kinyapsan, har bittanga javob berishing kerak, gapirgan gaping. Sanlarda hech kim borib eshigingni taqillatib gapirgani yo'q. Prosta tinch qo'ylaring bilan. Zaybaluji bilan qachondan beri shunaqa gaplar yozasan, onadan nima ayb bilan senga so'kinasanlar bilan. Prosta o'zing bitta tavba qildim, hayotda bir narsaga omadi kelmagan bir odamsan. Unaqa narsalar qilmalaring. Bilan kutingni qilsa, maktabingni boshidan o'qib, odamlarga sal yaxshi gapirishni o'rgan. Biling, seni ham ballalaring sportsmen bo'lsin, ili boshqa sohani zo'ri bo'lsin. Men prosta vahoyida hozir borib, men internetga kiryapman, shunaqa ko'p odam yozib tashlagan, qo'rqasan endi nima bo'yda atmen qilasan, boshqa narsa. Men bo'yda atmen qilmayman, nima bo'yda atmen qilaman. Men undan oldin kontraktga qo'l qo'yganman. 2 yil oldin o'zi u bilan urushimiz kerak edi, Batir bilan. Botirda o'zi urushmagan men bilan. 2 yil oldin urushimiz kerak edi. Men nima bo'yda отказ qilaman? Menga normalniy gonorar to'layapti. Sanlar bilmaysan-ku, men nimaga Amerika bilan sudlashdim, nimaga bunaqa narsalar bo'lib ketdi. Pichoqlanganimdan keyin yutkizdirdim. O'sha nimaga menga jahon chempionligi bermaganligi uchun men sudlashganman. Yuribdi boshqa aktyorlar 5 yildan beri birinchi numar bu, hali ham jahon chempionligi bo'y bermagan.
Men o'shancha sudlashganman. Men prosta vaqt qo'yib shunchalik yutqizishimni xohlaysizlar. Men seni uyingga borib bir nimangni o'g'irlayapmanmi? Yo xotiningga gapirdimmi? Yo sening bilan gaplashyapmanmi? Nima meni yomon ko'rasanlar? Vaqt qo'yib mana sanlarga biladi. Hammangga emas, shu qo'shtirnoq ichidagilarga.